zararını ko'rganim, foydasini ko'ryapman. Shu asab kasali edim, boshim og'riydi, biroz boshlarim og'riqlari qoldi. Qonim quyug'ida suyulishib, ancha holatim yaxshilana boshladi. Men 85 kilogram edim. Hozir 75 kilogramga tushdim. Meningdek qarib, shunday etib haz etib yuribsan. Amin Alloh. Havo sovib ketganiga qaramasdan biz safarimizni hali ham davom ettiryapmiz. Navbatdagi bizning manzilimiz Samarqand viloyati Narpay tumani Oqtosh shaharchasida turibmiz. Nurbek akam oldiga kelganmiz. Hozir Nurbek akam o'zlari eski klientimiz ekan, o'zlari chiroyli qilib tushuntirib beradilar. Qachon boshlaganlar, qayerda ko'rganlar. Mening ismim Nurbek. Internetdan ko'rgandan keyin zakaz qildim. Zakaz qildim, keyin olib keldim. Уже bir marta oldim. Sağlıklı bo'ldi. Уже ikkinchisidan mana kechasi chiqishlar, mana bu charchoqlar umuman yo'q bo'ldi. Keyin Tojikistondagi o'rtoqlarimga ham hammasiga tavsiya qildim. Ularga hozir bitta do'stimga 3-marta yetkazib berishim, 3-marta. Hamisha bu yordam bergandan keyin siz immunitlaringizni ko'tarib keyin uni qanday отказ qilasiz? O'zingizga foydasi bor-da uni. Shuning uchun zakaz qilyapman. Zararni ko'rganim, foydasini ko'ryapman. Va nihoyat biz Qoraqalpog'iston Respublikasining Ellikqal'a tumanida biz. Obod akam xonadonlarida biz. Sizga qisqacha tushuntirib bersangiz, qanaqa foydalar ko'rganingiz aka? Men shu Honeymoon mahsulotlaridan olib ichdim, asalidan oldim, keyin kofe, choylaridan olib ichib, shu asab kasali edim. Boshim og'riydi, biroz boshlarim og'riqlari qoldi. Tavsiya qilaman, Honeymoondan olib ichinglar, asallardan, kofelardan. Xudoyim sog' salomat yurgizsin. Yo'lingiz oqovi, yo'ldoshing'iz oqovi. Hamma vaqt Xudoyim yo'lingizda hech narsa bo'lmag'ay. Meningdek qarib, shunday etib haz etib yurgizsin. Amin Alloh. Hop biz Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahriga yetib keldik. Xurshid akam oldimiz. Xurshid akam ham doimiy klientlarimizdan bittasi. Shu safar buni o'zlarining oldiga kelib ko'rish nasib qildi, Xudoga shukr. Bemalol bizni kuzatib turganlarga aka, nima qanaqa muammo bo'yicha ichgandingiz, qanaqa foyda bo'ldi? Bemalol aytishingiz mumkin aka. Aslida o'zi varikoz kasalligi bilan og'rardim. Juda ko'p qiynaldim, ko'p dorilar, ko'p har xil nimalar ichganim uchun baribir effekti kamroq bo'lardi. Keyin internetdan Sardor domlani nimalarni ko'rib qoldim, videolarini, u kishini tavsiyalari bilan shundan olib ichishni boshladim. Birinchisi, ikkinchisi asta sekin-sekinlik bilan menga tomir tortishlar, og'riqlar sekinlar kamaya boshladi. Asta-sekin qonim quyug'ida suyulishib, ancha holatim yaxshilana boshladi. Keyin yana bir oldim, kattaroqdan, bankaligidan. Xudoga shukr, natijasi juda yaxshi. Men sizlarga ham ko'rib turganlarga ham tavsiya beraman. Bu juda yaxshi mahsulot ekan, lekin hech qanaqangi ortiqcha zararni men hech ham his qilmadim. Robbim Alloh mana shu tashkilot a'zolarini va tashkilot yetakchilarini, tashkilot ortida xizmat qilgan barcha xodimlarini Allohim o'zing qo'llagin, ularni yanada xayrli ishlar qilishlikka Allohim o'zing nasib aylagin. Ularni har birini xonadonlarga o'zing fayz va barakot ato etgin, ishlariga, kasblariga rivoj bergin. Allohim o'zing mehribonsan, o'zing rahimlisan. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasanatan va qina azobannar bi rahmatika ya arhamar rohimin. Allohu akbar. Va nihoyat biz Xorazm viloyatining Urgan shahrining Qoq markaziga yetib keldik. Biz hozir Qunduz opaning uylarida turibmiz. Sababi Qunduz opa bizdan ozdiruvchi diyet to'plam olib, rosa 10 kiloga vez tashlabdilar. Biz qiziqib uylargacha yetib keldik hozir. Qunduz opa, o'zingiz batafsil aytib bersangiz yaxshi bo'lardi. Assalomu alaykum. Kanalning kuzatuvchilari, Honeymoon kompaniyasini sevib iste'mol qiluvchi insonlar. Keyin men bir oy mobaynida ichdim. Ertalab kofelardan ichdim. Obedda esa choylardan o'zim ichdim, iste'mol qildim. Orada men 85 kilogram edim. Hozir 75 kilogramga tushdim. Men aniq vaznni o'lchab bordim orada. Natija menda yaxshi bo'ldi. Olib insonlar ichishini xohlayman. Mahsulotlari juda ham yaxshi ekan, samarali va sog'lom ozish istagida bo'lgan insonlar uchun tavsiya qilaman.